İkinci bölüm 9. kısım. Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlayımız. Soğuk bilezik. Bizge cinayetçilerinin keşif tamıqını ekeldi. Biz tamaqqa qarab yemmedik. Çünkü o tamaq bizge acayip galit göründü. Galçılar bizni yeyishga zorladı. Biz azraq yeb boldi qildik. Keyin saqchilar bizni turmaning optik kameriga ikkidan ayirib sulab qo'yib chiqib ketdi. Bu yataq yangi kelganlarni nima jinoyat bilan kelgan deb so'raydigan yataq boshliq bor ekan. Yangi kelganlar o'zining nima jinoyat bilan turmaga kelganligini degandan keyin yotadigan o'rinni ko'rsatib berdi ekan. Bizdan mi o'xshash savolni so'radi. Lekin biz o'z tilimizdan boshqani bilmagachga bizdan jiq savol so'ramayli yotadigan o'rnimizni ko'rsatib berdi. Biz mubak herib charchab ketgachga o'rnimizga berib uxlab qoldik. Ertasi etigan soat 6 atrofida eshikni ochdi. Endi nima ish qildigandu deb tursak, hammanglarni pastga tushsizlar degandek ishoratlarni qildi. Ondan bizmi pastga tushsak, boshqa kameraga elib ketgan qarindoshlarimiz tushibdi. Shuning bilan biz 7 odam yana jam bo'ldik. Keyin tutilib qolganligimizga urib, bir-birimizni sabrga tavsiya qilishdik. Esimda qilishcha, ertasi pastga tushganda turma saqchilari ismimizni qaytadan tizimlab, chas soqollarimizni elib, turma jinoyatchilariga o'xshash qilib etdi. Oramizdagi yarador birodarlarimizni bir qitim sirtqa ochiqib, yarısını tandırıp ekirdi. Şunda qilib bizning yangi turma hayotimiz boshlangan edi. Biz turma kirgan vaqtda hammamiz yardar bo'lg'achqa, biz kunduzi birodarlar bilan maydonda billa o'ltirib, kechasi boshqa kamerda ayrilib turatdik. Shu vaqtlarda yarimiz yengil bo'lganlarimiz ig'ir yardorlarning holidan az-to'l xabar oldik. Kunlarimiz sot qachon ichilar degan xiyol bilan o'tadi. Bir kuni bizni yangi kelganlar turadigan o'rindan birinchi rayonga yetkib etdi. Yutkelgandan keyinmi yana bizni ayrim-ayrim kamerga bo'lib etdi. Shuning bilan kechasi amal yo'q boshqa kafirlar bilan billa turdik. Kunduzi birodarlar bilan billa turib, bir-birimiz bilan iymonlashib 58 kunni mushohalata o'tkazdik. Bir kuni bizni sotga chaqirdi. Biz xushal bo'ldik, chunki birodarlar bilan jam bo'latdik. Yana kelib sotdan hukm chiqsa qanchalik kesilganligini bilgini bo'ladi. Biz shu kun atiganda sotga kiyib boradigan kiyimlarni kiyib tayyor bo'ldik. Turma g'alchilar bizni sotga boradiganlar saqlaydigan zalga elib keldi. Zalda sotga boradiganlarning putiga zanjir silish uchun ishiltidigan bir sayman turdi. Hammamizni ayrim chaqirib 4 kilo ig'irlikdagi zanjir kishanni putimizga silib, heriq sayman bilan zanjirni ochqil bo'lmaydigan qilib etdi. Bu zanjir kishan to'limi ig'ir ham qo'pol, ham tunji qitimliq bo'lg'achqa biz bekli bearam bo'ldik. Shunda holatda tursak, sotga boradigan hamma odamlarni qator tizib, ustidagi kiyimlarni silishni aytdi. Biz qattiq cho'ntirib olgan bo'lsak-mo, yana bizning kiyimlarimizni silishga majburladi. Amalsiz kiyimlarimizni silib yalang'och bo'ldik. Hamma odamni yalang'ochlab bo'lgandan keyin qo'limizni yenimizdagi odamning mursiga qo'yishni aytdi. Ondan bir tutash holatda 30 qitim o'ltirib qo'pqili soldi. O'ltirib qo'pish oyoqlashgandan keyin hammamizning oldi-keyindan tafsiliy tekshirib bo'lib, kiyimimizni kiyishni aytdi. Biz nihoyat tezlikda kiyimimizni kiyib oldik. Biz bir-birimizdan bek qattiq hijolatda qolgan edik. Çünkü aramızda süpet, yaşqı çoğun akıllarımız var idi. Biz zalim turma saqchilar oldida avratlarimizni yepishga qodir bo'lolmagan edik. Biz bundaq ahvolga uchrab baxmag'achqa, ham birodarlarimizning va boshqalarning oldida yalang'ochlang'achqa bu hol bizga nihoyat ig'ir kelgan edi. Shundaq razil tekshirish va ish harakatlardan keyin bizni boshqa jinoyatchilar bilan birlikda sot maydoniga opirish uchun ilib mangdi. Bizning putimizda ig'ir zanjir kishan bor bo'lib, tasdiq so'rab mangatdik. Shunda qilib mashina bilan 30 minut atrofida mang'andan keyin sot mahkamasiga keldik. Bizni sot mahkamasiga akelgandan keyin bir uyga akirib so'livetdi. Kech bo'lg'ich shu yerda turdik. Bizdan bir ig'izmi gap so'rmay boshqa jinoyatchilar bilan billa yana turmaga akilib qo'ydi. Bu turmaning qoidasida sotdan kelgan odamlarning kiyimlarini soldirib, tafsiliy tekshirib, o'ltirib qo'pqili soldi ekan. Bizga bu ish qattiq ig'ir keldi. Bizni sotga opirmiz deganda ben xushal bo'lgan edik. Biz bir kun sot mahkamasida turgan bo'lsak-mo, bir ig'izmi gap so'rmadi.
Biz o'zaro deyishib ketdik. Har qancha jiq kessimo, bugun kesivasi shu kashki. Bundaq yalang'achlanib yurgicha deb nola qilishyotdik. Hammamiz ko'nglimiz yarim holatda yotoqqa kirib ketdik. Chunki sud mahkamasida bir kun saqlab hech qanday gap so'ramay qaytirib kelgan edi. Yana kelib yalang'achlaydigan eshbekni zitimizga tekkan edi. Yotoqdagi kishilar sudda bo'lgan ishlarini so'rgan edi. Bo'lgan ishni deb bersam, ularmi meni sabrga tavsiya qilib, ko'nglining yerim bo'lganligini ifodaladi. Shunda qilib turma hayotimiz davomlashmoqda edi. Kunduzi birodarlar bilan maydonda jam bo'latdik. Ya'ni ikkinchi qitimliq sudning kelishini kutib turdik. Taxminan 15 kundan keyin bugun sudga boradigan kiyimlaringlarni kiyib tayyor bo'linglar. Sudga chiqsizlar deb boshqa jinoyatchilar bilan birga turma ichidagi boshqa bir rayonga ekilib kompyuterning oldida o'ltirg'izgandan keyin diqqat qilinglar. Hozir sud ichiladi dedi. Biz diqqat qilib saqlab turdik. Ozroq vaqtdan keyin kompyuterda boshqa rayondan kelgan jinoyatchilarning ismlarini chaqirishga boshladi. Keyin bizning ismlarimizni chaqirdi. Bizmi qo'limizni ko'tarib bor dedik. Shunda qilib sud oxirlashgandan keyin bizni o'z o'rnimizga ekilib qo'ydi. Bu qitimmi hukm kesilmadi. Biz yana sudning ichilishini saqlab turma hayotimizni davomlashtirdik. Salomatligimizmi xeyli yaxshi bo'lib qolgan edi. Qo'l putlar sungan qarindoshlarimning jarohatlari to'liq saqlayib bo'lmag'achqa, ularning holidan xabar oldik. Bir mezgildan keyin bizni yana sudga chaqirdi. Bu qitimki sud sirti bo'lg'achqa, oldingi qitimdagiga o'xshashla bir kun saqlab qaytib keldik. Biz sudga chiqadigan ishdan bekli zerikib ketgan edik. Biz hozir bu turmaga yangi emas edik. Bir necha qitim sudga berib kelish jarayonida jiq ishlarni bilib olgan edik. Boshqalarga hojatimiz tushadigan ishlarim oz qolgan edi. Narsa kerak setib olgan yerni bilib olib, hammamizda bor bo'lgan pulni tejab narsa kerak setib olib ishlatdik. Kunlar o'tib, oylar o'tib, bir kun atigan bizning ismlarimizni chaqirdi. Bizni sudga olib ekan. Sudga borganda kiydigan kiyimlarni kiygandan keyin putqu zanjir soldigan o'ringa ekilib, zanjir silib mashina bilan 30 minut atrofida mang'andan keyin sud mahkamasiga keldi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nahya bihi fi 'izzatin tasmu bi